Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyarı sıra qacırız. Washington'dan sözleyimiz bugün çizlağa. 2024 yıl 8. ayının 13. günü haftaga Seyşembe vatandaşım. Hikayetle şundak devamlı şuvatıdı. Video filmle şundak kilovatıdı. Erken şu bir hafta, iki haftadan biri tekrarlavatkan sözün xilmi-xil şekli. Xilmi-xil şekli bile yetip kelivatıdı vatandaş. Biri siyasi özgürlükteydi, biri keseldeydi. Biri kollektif alda çeklidiydi mesela Reis Cimpan'ı. Şu qatada ketiyor ve son biz bulanı koyup durayla qazar endi hesapta ne bir keldiysiniz bugün endi en ahirqatim emas yani keldi bu gepler. Su şavxı. Bu su şavxının yana bir haber geldi bugün. Bu haber nime desiniz? Haber ben bundaq deyilipdi, anlap durum bununla. Kızıl 3. evlat uçurları. Merkezde 3 taraf birleşken rehberlik grupsi kuruldu. Sabık vezir bence bu siyasi tüzülme islahatı yığınığa riyasetçilik kıldı. Bana gep qaltis gep bu demek, her bir Xitayning, her bir demokrat ve yoki mustabid, her bir Xitayning ağzıda bu gep uzundan bir davamlashib kelayotgan gap. Herkes yangi gap emas, masalan siyasi tüzülme islahatı. Cungo'nun rehberi Jauziyan egizga algan gap. Masalan siyasi tüzülme islahatı. Cungo'nun rehberi Xuyaban egizga algan gap. Masalan Cungo Kompartiya tarixidagi 13. qurultay. Hakikaten Jauziyan rehberlik kılgan şu vakitte 13. qurultay tayyorlik qilib siyasi tüzülme islahatı devri kirishga tayyorlik kılgan edi. Emes qilib qaldı. Tarixda hujjat bo'lib qilib qaldı. Siyaset bulup kalıp kaldı. Yani nime materyal süftada kalıp kaldı. Hemiz tarihte kalıp kaldı bu geplerden vatandaş. Endi bugün tuyuksuzla bence bu BDH'de peyda oldu. 3 taraf birleşken grup rehberlik grupsi kuruldu. Bu yerde 3 taraf bolganda harbiy taraf, hükümet taraf, Cungo Kompartiyası taraf buladı. Yani başka 3 taraf olmaydı Cungo'da. Şu 3 taraf birleşken rehberlik grupsi kuruldu. Bu grupta hazır siyasi tüzülme islahatı bu jangovar çakırık deyme. Neymiş ki Cungo üçün aytqanda jangovar çakırık deymiz bunu vatandaş. Çünkü Sovetlarda Gorbachev qayta qurish degan şuar motto qo'ygan vaqtida u avval islahatni siyoset sahasidan boshladi. Oqibatni ko'rdik vatandaş. Cungo Kompartiyası şunundan tecrübe savak edip islahat işini ecib etiş dedi. Siyaset tüzülme islahatıga yoki siyaset tüzülme sahasındaki söz matbuot huquqiga hiç qaysiga yol koymay nokul halde iqtisodni taraqqiy qildirdi vatandaş. İqtisodni taraqqiy qildirib axir bunu Cungoliklar yoki Cungo Kompartiyası nima deb atadi? Cungocha şekil yoki Cungocha model yoki Cungocha usul dunyoga tanishtirgan. Mesela bunun bir mazmuni mustabbitizmlik siyosiy tuzumda ching turib iqtisodni taraqqiy qildirg'ili bo'ladi deydigan shundoq mustaqil mustabbitizmlik andizini dunyoga tanishtirmoqchi va dunyoga taqmoqchi bo'ldi vatandaş. Bugün Reis Cimpan'ın yok olup gitti. 3. umumi yığın 7. ayının 15. gününden kiyen. Deyli, hazırlığı yok deyli. Meyli hiligarlik bile yetebilip bu kadar şu şekilde devlet başkuruşunu sınav kılıp bakmakçı, tecrübeleştirip bakmakçı buluşu mümkün. Ya ki başkalar aytqanda keleke, usuda köşep yatkan ilallah'ın koçuğu çıkışını kütüp durup atkan buluşu mümkün. Xitayning özden tili bile aytqanda. Ya ki başka siyasi iktisat ya maksat siyaset cihatı başka maksatları buluşu mümkün. Bu tamam Cungo Kompartiyasının özünün işi. Siz bilen biz fakat reallik qaytip gelmez vatandaş.
Muşu gepler, mesela siyasi tüzülme islahatı degan gepler uzun bir jungoda koyulup kelayotganligini sizga aytdik. O vaqtki reallik bilan bugungi reallik tüpten o'xshamaydi vatandaş. O vaqtida iqtisod planlik egilik. Jungo iqtisodi planlik egilik iqtisod edi. 40 necha yil o'tdi, hozir xalqaro bozorga kirdi, erkin bozorga kirdi. Dünya Savdo Teşkilatı qatnaşdı. İqtisod qurilmasida o'zgarish bo'ldi. Ya'ni diktatorlashgan iqtisod qurilmasi filanlik egilikni o'zgartib, bozor savdosiga yoki bozor iqtisodiy sohasi kirishgandek mushu yo'lda to'liq bo'lsin, yoki kam bo'lsin, yoki rost bo'lsin, yoki yolg'on bo'lsin, Jungo Kompartiyasi bugungacha minib keldi vatandaş. Endi bu yerda gap nima desangiz, Marksning iqtisod yoki modda ongni belgilaydi degan siyosati bilan yoki nazariyasiga yashab kelayotgan Jungo Kompartiyasi aytganda iqtisod modda bu bazas, iqtisodiy bazas albatta Jungo jamiyatida Jungo yashayotgan kishilarning ong saviyasini va ong formasini belgilashi kerak. Bu yerda siz biz noktadan aytganda, sizning bizning noktamizda aytganda Jungoluklar uyg'ongan bo'lishi kerak. Demokratiyani tushungan bo'lishi kerak. Demokratiyani jamiyatni demokratiyalashtirish yo'liga mangan bo'lishi kerak. Lekin unday ish yo'q. Jungoda bunday ish yo'q. Yana qanday ish? Diktatura. Kommunizmchi diktatura, sotsializmchi diktatura. Hozirgacha shunday keldi vatandaş. Endi bugun 3-umumiy yig'in din keyin Jungoning aloq zodi bo'layotgani. Men sizga bir vaqtni takrorlab keldim. Esingizda bo'lsin, juma 7-oyning 12-kuni, 7-oyning 15-kuni, 3 kun. 7-oyning 12-kuni Prezident Joe Biden Amerika Qo'shma Shtatlarining qonun Tibet masalasini hal qilishni ilgari surish qonuniga imzo qo'yishi va 7-oyning 15-kuni Jungoda 3-umumiy yig'inning boshlanishi shundan keyin Xi Jinping g'oyib bo'ldi. Xi Jinping hozir bo'ldi. Xi Jinping kim bilan ko'rishdi? Xi Jinping kasal bo'lib yetib qoldi degan gaplar o'tirg'i chiqdi vatandash. Bugun ata BDX yig'ini oxirlash kerak. 8-oyning 15-14 kunlari BDX yig'ini demelashma oxirlash kerak. Bu yerda bir yakun bo'lish kerak, bir xulosa bo'lish kerak. Biz qilyapmaymiz bu talabni. Jungo hukumati o'zining BDX yig'inidan chiqargan xulosasi bor. Qiladigan gapi bor. Shuni jamiyat anglash kerak. Mushundaq paytda hozir siyosiy tuzilma islohoti degan gap tunji qatim o'tirg'i chiqdi, BDX o'tirg'i chiqdimi, Vinjabovning og'zidan chiqdimi, yoki yuqorida aytganda 3 taraf birlashgan rahbarlik guruhi rostla qurildimi? Bundan qat'iy nazar zaman o'xshamaydi vatandash hozir. Reallik o'xshamaydi vatandash hozir. Biz ikki xil besim shaklini ko'rib kelyapmiz. Biri Jungoda iqtisodiy ahvolning Jungo hukumatiga elib kelayotgan besimi, ikkinchisi xalqaro siyosat ham iqtisod ham geopolitikaga rayon xarakterli siyosat hem Tibet Uygurlar meselesidek en ağır meselelerinin Jungoga besim bulup kelayotganligini ko'rdik vatandaş. Öz gözümüzle gördük, bunu biz qatnaşdık vatandaş. Siz qatnaşdınız bunu vatandaş. Endi muşu besim aslında Jungo Kompartiyasi zat nemish qilish kerak. Bunga javobgar bo'lish kerak. Yoki salbiy jihatda inkor qilish shaklida javobgar bo'lish kerak, yoki ijobiy jihatda tasdiqlash shaklida javobgar bo'lish kerak. Bu javob berdi, bamiz bo'lmaydi bu besim. Xalqaro besim davlatning ichki besimi javob berish, javob bermay mumkin emas. Beshin arshi a'loga yetgan bo'lsa-mu, 4 milyon 5 milyon askarim bor desangmi, qo'y u gaplarni, sen mushu masalalarga cho'qim javob berasan degan gap vatandash. Xalqaro jamiyat shuni talab qilib javob berasan buni. Endi bir şey qo'yib turaylik. Bugun Rais Xi Jinping saqaydimi, og'rib qoldimi, buni qo'yib turaylik. Mana mushu bir abzas so'zdan yoki bir abzas bayondan Qizil 3-avlod uchurlari markazda 3 taraf birlashgan rahbarlik guruhi qurildi. Sobiq vazir Vinjabov
siyosiy tuzilma islohoti yig'iniga riyosatchilik qildi. Anglashlarga qaraganda Vinjabo bir necha shartlarni o'ttirg'a qo'ydi. Ko'pchilik yuqori qatlam rahbarlarining hammasi Vinjaboning takliflariga qo'shildi. Obzor So'shaxi 8-ayning 13-kuni. Endi bu yerda mushu masala Vinjabo o'tirib qo'ygan taklif mu emas, to'g'ri bir gap yo'q, qayta angladim vatandosh. Mana siz qarab turing. Markaz 3 taraf birlashgan rahbarlik guruhi yig'inga birinchi Vinjabo, sobiq vazir Vinjabo riyosatchilik qildi. Ikkinchi 4-iyun harakatini asli keltirish. 6-ayning 4-kun Tianma vaqasi var. Bu harakatlarni asli keltirish. Ya'ni buni o'quvchilarning to'g'ri deb aqlash, bostirishni xato deb qaralash. Asli keltirish albatta mushundaq bo'ladi vatandosh. Bundan keyin 3-chi Zhao Ziyangni asli keltirish. Zhao Ziyang Tianma vaqasidan keyin Mirza qamoqqa elindi toki o'lib ketguncha. Tashqariga chiqamidi, aloqa munosabat yo'l qo'ymadi, ana shunday o'lib ketdi. Endi bu yerda 3-chi bo'lib Zhao Ziyangni asli keltirish. 4-chi Xuyabongni asli keltirish. Xuyabongmi qaralandi, hatto majburlab degidek uni g'azablantirib va ochiqlantirib yurak kesili bilan o'ldirib o'tdi desin bo'ldi. Çünkü Kompartiyasi Merkezi Komiteti Deng Xiaoping ekimedikiler turmuş yığını içip Xuyabongni aşındaq öldürüp etdi desin buludu. Ben size Xuyabong doğrusu da talay qatim sözüldüm. Xuyabongning 6 moddalik siyosatining 6-cı moddasi Tibetler üçün, Uygurlar üçün o'xshashlar. Şinjan'a çıkan, Tibet'e çıkan kadrlarını, şükür ülkelerden yetişip çıkan kadrlarını Türkümlep şükür Xitayga, şükür ülkelerge qaytırış. Muşu bir madını ögünüp durayla hazır biz. Demek bugün sen Xuyabongni asliga keltirishni o'ylashgan ekan, sen Xuyabong o'tirib qo'ygan 6 moddalik siyosatni mo asliga keltirishsan deganga. Shunaqmi ya? Xuyabongni asli keltirish 4-ci, 5-ci kadrlar ve emeldarlarının mal mülkünü aşkarı buluş. Mal mülkü aşkarı buluş. Bu düşünüşlük sizge. 6-cı chet elinin 3 hukuk ayrılığın devlet siyasi tüzümü ve kanun sistemi güneş. Mana bu otandak gap. 70 yıldan bir red kılıp kilovatkan Cungo, red kılıp kilovatkan mesela nimdeydi Cungo? Amerika cahangirligi bizni tinch yo'l ile o'zgartib etishdan iborat. Bu niyetidan yong'ini yo'q. Her zaman, her kuni degidek tekrarlab keldi o mishaga. Tinch yo'l ile o'zgartib etish. Xo'p, yan deydi Xitoy bu ne? Muşa kelgende endi 6-cı Vinjabo riyosatchi bo'libdi. Markaziy komiteti rahbarlik guruhi qurilibdi. Yig'in ochilibdi. Chet elning 3 huquqni ayırgan devlet siyosat qonun sistemasiga güneş. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari demokratik devlet başlamchisiga 3 huquq ayrı etilgan, ma'muriy huquq ayrı etilgan, qonun adliya ayrı etilgan. Yani qaysiydi muşunda 3 huquq ayrı etilgan Amerika'nın devlet siyaset tuzilma sistemisi mana bu şu. Bugün endi chet ellerden şunu ügünüş depti. Bu nacaranlık gap. Vatandaş yazı BDX'de Vinjabo sabık vazir muşu işte kılıvatkan bosu katlı gap. Katlı gap devrinin yani ahırı dikkat kılan. 7. Kadırla purala adli davalanış imtiyazlı geçirenler kadırla fevkulladı davalanış imtiyazını bekar kılış. 7. Kadırların imtiyazlı davalanış sistemisi bekar kılış. 8. Purala ve kadırlar o'xshashlar haksız davalanışını yolu koyuyor. Bu Cungo halkının 5'ini ağırtıdığan müstemlik Uygurlar, müstemlik Tibet'in 5'ini ağırtıdığan iş bu doktorxana, paraxorluq, şirikleşiş. Eğer pul vermişsen keselini doktoru kubul kılmazsak bu işler degen
intayin zor eğer ictimai mesele hazır Cungo'da. Endi birinci olup bir yerde bir eğiz kaptı. Kadrlarını davalaydıgan imtiyazını bekar kılış. Emniyet kadr mı, pura mı okşaşla Cungo'da haksız davalanışını yolu koyuyor. Bu mükattıcı vatandaş 9. Asası kanunu özgertiş. Purala hukukun takitler. Kanda vatandaş biz yakındılar. Prezident Joe Biden kanunga Tibet meselesini hal qilishni ilgari surish qonuni imzo qo'ygan ekan, sizlarga bu qonunlarni tanishtirdik vatandoshim. Shu qonunning ichida bor, o'sha qonunni asos qilib turib, asosiy qonunni o'zgartirsan degan bir jumla sizlarga topshirdik. Endi bugun asosiy qonunni o'zgartirish. Demak, bu yerda hozir shu tayyorlik ketyapti. Venjava shu yig'inga riyosatchilik qildi degan gap. Mushu so'zlardan Jungo hozir favqulodda bir davrga islahat elip beriş, yani siyasi tüzülme islahatı elip berişten ibaret favqulodda bir davrga kirib geldi deseniz buluverdi vatandaş. Biz dedik ki başta bunu rast yalgını koyup duraylı vaziyet bilen birleştirip muamele kılaylı davatımız. Onunca Jungo bu devlette alemşumul özgürüş yüz birdi. Muş işlerini iş kaşırgan deyken Jungo bu devlette alemşumul özgürüş yüz birdi. Endi benim fikrimce bir yerde bir sebep var. Bir madde kaptı. Bu madde nime deseniz 9. 10. olsa 11. maddesi Jungo Azatlık Armiyası'nın yani Jungo'da armiyani şahs partiye hususi hukuktan ayırıp çıkıp onu devlet armiyasıga aylandırış. Mana bu 11. vatandaş. Biz sizlerge aralıkta nime dedik? 8. ayının 10. günü başlandı. Dedik, rast yalganını koyup durun bu vakalarının rastlığı nerede desiniz? Azatlık Armiya Gezeti Cefancım bu. Obzor ilan kıldı, başmakalı ilan kıldı. İlmi siyaset belgeleşti çıngtırış. Demokratik siyaset belgeleşti çıngtırış. Kanun boyunca siyaset belgeleşti çıngtırış. Tünügüllerden sözüldük. Manın muşunun üzülü hazır sizden bizge kupaya. Şuna aşı sözdeki işengen asasda bugün bu söz gibi işenimiz vatandaş. Bunu cefancım bu. Başmakalı spitli oturup koyuvatıdı onun video filmi ve yaki bunun tesiratı makalesi sözlügen notka emez. Cefancım bu Azatlık Armiya Gezeti 8. ayının 10. günden başladı. Çünkü 13. günü bulup ötken işlerini sizlerge sözdük. Bugün 13. günü mana Vencaba Beijing'de BDH'de 3 taraf birleşken rehberlik grupsının yığınında yukarıdaki meselelerini şart ve aldığın şart kılıp kişilerin aldığı taşlaptı. Hazır Suşavxanın aytışça bu şartlarga şu yığın katnaşkanlarının hemmisi koşuluptu. Onda da Jungo demokratik bir devirge menip kiremdi vatandaş. Jungo'da demokratik yoki siyasi tuzilma islohoti boshlanadi vatandaş. Şu tariqada ahir kelib chiqadigan natija nima bo'ladi? Masalani tinch yo'l bilan hal qilish. Masalani tinch yo'l bilan hal qilish, so'z bilan hal qilish, dialog bilan hal qilish. Bu o'lgan Jungolikning o'zining zimiz vujudida turibdi, tarixdan bir saqlanib kelyapti. 1945-yil 10. ayning 5. kuni atrofida to'liq kun esimde yo'q kechiringlar. Tashqi Mong'oliyada bilet tashlash referendum bilan masala hal qildi. Onun şekli boshqa gap. Men o'tgan dedim Uyg'uristonda referendumning zaruriyati yo'q dedim. Çünkü Uyg'urlar 3 qatim davlat qurdi. Bu davlatni xalqaro kuchlar mushunaq qilib yo'qotdi dedik. Shunga Amerika xalqi yordam qiling. Bizning ishimizga ko'ngil bo'ling deb kelib Amerikada da'vo qildik dedik vatandaş. Bu da'voning natijasiga erishib bugungi siyosiy sahnada Uyg'ur Tibet meselesi xalqaro jamiyatda gavdalik bir halda o'tirg'i chiqdi vatandaş. Şondaşqa biz bu yerda nima deb turib ishonch bilan hozir Jungoda nima o'zgarish bo'lyapti yana turdi. Mutlaq ishonib ketmaymiz buningga taqat chunki biz bu millat Xitoy degan millat bilan Amerika kagish bo'lgan oralikda 53 yil birga yashadik degan gap.
Xitoyning kim ekanligini 5 qo'ldek bilamiz vatandosh. Agar 10 qo'ldek bilmasakmi, 5 qo'ldek bilamiz vatandosh. Şuna bunun aldırıp şinip ketmeymiz. Lekin şu narsaga ishonib, bir jumlaga ishonib. Shindigan narsa bir jumla dilda keldi masalan 2040 23-yil 2-oyning 9-kuni Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi shunday dedi. Tibetlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini xalqaro jamiyat tortib oldi. Men shu vaqt qo'shimcha qilib shunday dedim, Uyg'uristonning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini xalqaro jamiyat tortib oldi. Shundaq vatandosh bugun mana shu sababdan shundaq mazmunlar bilan birga Davlat Majlisi ma'qullagan qonun loyihaga Prezident Joe Biden imzo qo'ydi. Tibet masalasini hal qilishni ilgari surish qonun loyihasiga imzo qo'ydi. Shunga men boshda aytdim, Jungo Kompartiyasi inkor qilamdi. Yanalar javobgar bo'ladi. Yoki ijobiy ravishda tasdiqlamdi, yanalar javobgar bo'ladi. Xalqaro jamiyatning oldida javobgar bo'ladi. Amerika Qo'shma Shtatlarida büyük bir davlatning, ya'ni shundaqla Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Bidenning imzo qo'ygan qonuniy oldida Jungo hukumati javobgar bo'ladi. Biz mana shu nuqtaga ishonamiz. Shunlashqa bugun sizlarga so'zlayotgan bu so'zlarimiz vatandosh reallik yoki hozirgi jarayon siz bizdan oldimizdagi shu narsalarni sizlarga material sifatida topshirdik. Bu nihoyat yaxshi kelgan 10 modda buni qilib turaylik. Endi bugun kendi Rossiya tarafdan kelayotgan xabarni anglab o'ting vatandoshim. Rossiya tarafdan kelayotgan xabar 1000 kvadrat kilometr yer Korsak atrofi Ukrainaning qo'liga o'tdi. O'tganda biz 6 soat qoldi degan to'q bugun 5 soatga tushdi. Hozir yangidan chiqqan bir xabarda bugun Ukraina armiyasi oldin yurar qismlari Moskvaga 280 kilometr yaqinlab keldi. Mana shu sababdan hozir Prezident Vladimir Putin Moskvadan qochdi degan xabarlar keldi. Yana birisida Prezident Vladimir Putin Moskva shahrida Debov, Xitoy tilida Debov dedi bomba panoh. 1945-yil 8-oyda faşizm Hitler Berlinda yer asti bomba panoh uyga kirib olib o'zini o'ltirib olgandek. Hozir Prezident Vladimir Putin ham bomba panoh uyga, ya'ni Xitoy tilida Debov ostiga kirib oldi deydi. Reis Xi Jinping to'g'risida hikoyatlar sizlarga so'zlagandek, Rossiya to'g'risida bu hikoyatlar bugun yetib keldi. Ata İranmi yelichib ketgan topdek bo'lib qoladi. Isroiliyaga tutgan muomalada ata O'rta Sharqning ishlarimi jiddiylikdan qoladi yoki jiddiylikdan pasaydi. Bugun xabarda anglagan xabarlarga qaraganda Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat kotibi Antony Blinken yana O'rta Sharqqa yurish qildi. O'rta Sharqda tinchlik musobaqasi o'rnatilsa, O'rta Sharqda tinchlik kun tartibga keladigan bo'lsa, O'rta Sharqda muqimlik kun tartibga keladigan bo'lsa, bu demak Jungo Kompartiyasining O'rta Sharq siyosatining uzil-kesil gumron bo'lganligi. Jungo Kompartiyasi O'rta Sharqda tinchlikni qo'llayotgani yo'q. O'rta Sharqda qalaymi qanchalik paydo qilyapti vatandosh. Men bugungilik siyosatlarimiz vatandoshlarim aman bo'linglar vatandoshlar.